olishga uringan. Endi kechasi bir-birini tanimaydi-ku, musulmonmi bu ro'paradagi kofirmi? Yo mansuru ummat, mana bu shior. Yo mansuru ummat deydi bir-biriga ro'para bo'lganda. U ham shuni aytsa, ikkovi musulmonligi ma'lum bo'ladi. Indamasa o'ltiraveradi. Bu yo mansuru ummat deganda u indamasa kofir ekan, o'ltir. Mana shu yoqalashib olishdi. G'osilaridan tushib yerda yo uning ustiga bu chiqib, yo buni ustiga bu ana shunday olishdi-da. Qo'ymadi kofirlarni, rohat qilgani qo'ymadi ular. Ovqat yeganni ham qo'ymadi. Og'izlarida Inna Fatahna surasini qiroat qilyaptilar. Qo'llari shamshir qo'llarida. Kofirlarning qiyrati bordi bular. Bildingiz. Bo'lmasa yarmiga ham yetmasdi bu lashkar. Kofirlarning adadi shu darajada ko'p ediki, yarim yolchi ham emasdi, bu 3dan 1 edi. Ahli islomni adadi 3dan 1 edi kofirlarga. Lekin bularning dilida iymon bor edi. Bular qaytmasdi. Bildingizmi? Hech qaytmadi. Kofirlarni pora-pora qilib tashladi. O'liklarni shunday yotqizib tashladi, yerdan mislan o'tinday hammasi yerda cho'zilib qoldi. Ertaminangada u yarim yolchisi qochib qutuldi. Qolgani hammasi o'liklarni tashlab qochdi. Fathu zafar musulmonlarga. Shunda Rasululloh aytibdilar, mana alamni, bayroqni Xudoning shamshirlaridan biriga berdilar. Xudoning shamshiri deb laqab qo'ydi Xolid ibn Validni. Ana u oldi, mana shuni qo'lida fath bo'ldi, zafar bo'ldi deb hamma musulmonlar bu yerda xursandlik qilishib Madinada mana shunday qilishdi. Xullas shukur Rum lashkarini qoralab tashladi bular. Bildingizmi? Mana shunday qilib fathu zafar bilan kelishdi. Shahid o'g'illar shahid bo'ldi, qancha tirik qolganlari qaytib kelishdi. Qancha mol va g'animat olib. Amin. Hammani maqsudiga yetishsin. Parvardigor. Lidu ishlab oldi. Urushga ketyapsan dedi. Qarzimni pulimni berib ketdi. Bu kishi aytdilarinki, aytdan juda mol g'animat qo'lga tushgan o'sha mollardan beraman. Qaytmaysan aytdan dedi. Qaytmay, hamma sen qaydan bilasan meni qaytmasligimni? Payg'ambaring shunday dedimi? Shunday dedi. Shahid bo'lasan dedi. Tamom. Bizni dedi payg'ambarimiz agar shunday deganlarda shahid bo'lgan bo'lardi. Inni Abdulloh aytdi, Rasululloh rost aytadilar. Men pulingni hozir topib beraman sen. Ana pulini berib, undan keyin ketdilar. Aytgandek qaytmadilar, undan keyin o'sha odamlar.